Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimizda o'zimiz Google ochgan akkauntimizni parolini o'zgartirish hisoblanadi. Buning uchun biza Google Chrome'ga kiramiz. U yerdan My account изменить parolga kiramiz. Va undan so'ng sal pastroqqa tushgandan so'ng сменить parol Google accountga kiramiz. Mana biz hozir mana parolni yozsak, o'zimizga kirib ketamiz. Agar parolimiz esimizdan chiqib ketgan bo'lsa, zabil parolga kiramiz. Va shunda parol yozamiz. Xohlagan parol. Mana endi yangi parol yozishimizga to'g'ri keladi mana. Сохранить parol. Xo'sh. Mana. Keyin buni takrorlaymiz. Uzr. Va сохранить parolni bosamiz. Mana bo'ldi. Продолжить bosamiz. Va новый parol. Yangi parolimizni kiritamiz. Mana. Bundan so'ng bu parol boya tiklaganimiz uchun bu endi hisoblanmaydi. Sizga ko'rsatish uchun qildim. Bo'ldi. Yangi parollar qo'yildi. Hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'linglar, layklar